Xitoy yo'shirishga o'rnayotgan yig'ilish lageri haqida yangi xabarlar kelmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Norvegiyaning poytaxti Osloda yashayotgan Tursungul Hashimning Urumchida yashaydigan singlisining yo'ldoshi Abdukim turmaga qamalgan bo'lib, 2,5 yildan buyon hech qanday izderigi bo'lmagan. Tursungul Hashimning bildirishicha, 36 yoshli Abdukimning ommaviy taratqularda turmada ekanligi o'tirg'i chiqqandan keyin namoyishlarda Abdukimning rasmi tushirgan plakalarni ko'targan. Arqadan g'alati bir ish yuz bergan. Uning singlisi uningga telefon qilib, Xitoycha gap qilgan va o'zining yaxshi turayotganligini aytgan. Tursungul xonimning aytishicha, Abdukimning akalarimi qo'shilib bir oiladan 5 kishi tutqunda ekan. Xitoy yasayotgan Keniyaning poytaxti Nayrobini shimoldagi Naivashaga tutishadigan 120 kilometrlik temir yo'l qurilishi tamomlandi. Keniya taratqullarining xabar qilishicha, taxminan 1 milliard 500 million dollar mablag' silingan Nairobi-Naivasha temir yo'li liniyasida tunji yo'lovchilar to'shilishga boshlagan. Bir Xitoy shirkati tomonidan yasalgan bu temir yo'l chiqimining ko'p bo'lishi sababli o'qituvchilarning tanqidiga uchirgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 2 Amerikalikning kishilarni qonunsiz chet elga chiqishini tashkillaganligi uchun tutib turilayotganligi bildirildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Xitoyning sharqiy qismidagi Jiangsu jamoat xavfsizlik idorasining Amerika fuqarolari Alisa Peterson va Jakob Harlanni 27 va 29 sentyabr kunlari kishilarni qonunsiz chet elga chiqishga tashkillayotganda qo'lga olganligini aytdi. Bu ikki kishi China Orange nomli shirkatda ishlaydigan bo'lib, bu shirkat Facebook hisobida bayonot e'lon qilib, Xitoyning ayblashini yolg'on degan edi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida bosh ma'mur Carrie Lam namoyishlar sababli bu hafta ikkinchi qitim qonun turg'izish organidagi yig'indan ayrilishga majbur bo'ldi. Bosh ma'mur Carrie Lam demokratiya tarafdorlarining parlamentdagi namoyish sababli bu haqda ikkinchi qitim munbardan tushib yig'indan ayrilishga majbur bo'ldi. Turkiyaning Suriyaning shimolida elib berayotgan tinchlik bulqi harakati sababli Anqaraga kelgan Amerika muavin prezidenti Mike Pence Turkiya bilan 120 soatlik urush to'xtatish kelishim imzolaganligini e'lon qildi. Mike Pence yig'indan keyin o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerika bilan Turkiyaning Suriyada urush to'xtatish haqida kelishganligini aytdi. Pence Turkiyaning tinchlik bulqi harakatini 120 soatlik urush to'xtatib turganligini va bu jarayonda Amerika askarlarining YPGning bexatar rayondan chekinib chiqishiga kafolat qiladiganligini bildirdi. Shuning bilan birga yig'in oxirlashgandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump Turkiyadan go'zal xabarlar bor, Erdo'g'onga rahmat dedi va millionlagan hayotning qutulib qolganligini bildirdi.